homilador ayolda toksikkoz degan bitta dushman kutib turadi. Hammani emas. Balg'ami ko'paygan, sovuqligi oshgan ayollarda shunaqa bo'lib turadi. Ana ho'l mevani ustidan sovuq suv ichgan, komfortda yashagan, piyoda kam yurganlarda. Uning bitta davosi, oson davosi piyoda ko'proq yurish. Chunki harakat issiqlik. Bedadagi balg'am erib oyoqqa tushadi. Bedadagi balg'am tufayli ko'ngli aynib qayt qilyapti, ishtaha yo'qolyapti, boshi aylanyapti. Shuni yo'qotsa, yo'qotish yo'li piyoda yurish. Uning ovqati ham bor. Qo'shqor go'shtdan qilingan shashlik, agar yoki yosh mol go'shtidan qilingan jaz shashlik, sho'rvalar bo'lmaydi, bug' beradi, boshini battar aylantiradi va piyoz qo'shma yeydi non choy bilan va behi yeydi va jiyda yeydi. Chunki bularda me'dani mahkamlash xususiyati bor. Toksikkozni yo'qotish, to'xtatish xususiyati bor. Homilador bo'lgandek ayol birinchi piyoda yurishni ko'paytirsin. Qaynonalar unga yo'q bolam sen qimillama, uyda o'tir, yot, dam ol deyishi noto'g'ri. Ishlar qilsin nimadir, mayda-chuyda og'ir yuk ko'tarmaydigan.